Soat 23:54. İçerisiga dollar oshadimi, tushadimi? Endi bilmasam, menimcha ko'tarilsa kerak, ko'tarilyapti kundan kunga. Bunaqamiz bo'pti soat 12da. 24/7 xizmatdamiz deganmiz, pul tekshirgani kelganmiz. Aka-ukamni kutamiz 23:54. Bolalar ijozatiga ish bitdimi? Xudo xolasa tekshirib berdi, 50 ming so'm tekshirib berdi, hammasi zo'r chiqdi. Pullari ham yaxshi ekan. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 24/7 xizmat deyladamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Dollar oshadimi, tushadimi fikringlarni yozinglar.